Xo'sh, oynaga qarayman. U yoqdan, bu yoqqa. Xo'p, tokchada nima bor ekan? YouTube men sizlar bilan bugun Mark bo'laman do'stlar. Mening yangigina videomga xush kelibsiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Xo'p do'stlar, men politsiya ishidan ketdim. Avvalgi qismda ko'rgan bo'lsangiz, politsiyada ishlardim. Endi politsiyachi emasman. Endi hech kim meni ovcharka deb atamaydi. Istasam ichaman, istasam yotaman. Любой joyda do'stlar. Sal boshim aylanyapti. Yo, nechivo do'stlar. Mayli, unda bizga qani tashqariga mashina kaltini oldimmi? Olmabman. Mashinani kaltini olamiz do'stlar. Negadir meni politsiya uchastkasiga chaqirmoqchi bo'lishdi. Men mayli boraveraman. Qo'rqamanmi? Birinchi, lekin o'tgan safarga bir joyga borib kelishim kerak. Hop. Bunday qilamiz. Qaytarib, bunday qaytaramiz. Urvalaydim do'stlar, bu tormoz uncha yaxshi emas. Mana politsiya uchastkasi. Hop. Urvalaydim. Hop. Kimdir o'q uzdimi mashinaga? Nima bo'lyapti? Mana bu mashinani do'stlar. Rosa buzilibdi-yu. Men o'zim minganman yana buni. Eshiklar yopib tashlangan. Mayli, yaxshi ham bo'libdi do'stlar. Nega buzilmayapti bu yer? Hop, mana g'ishni sindirib o'tib ko'ramiz do'stlar. Nimadir bor bu yerda. O'zidan mashina yurib ketdimi do'stlar? Buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Buni esa bu yoqqa. Qo'limda g'ishtlar do'stlar. Bu bomishlarni uyimada. Tokchada nima bor ekan? Ishnimi yo'q. Hatto eshik ham ochilmayapti do'stlar. Demak, bu yerga buni qo'ysak, hop. Ana bu gelik zavod bo'lib turibdi do'stlar. Gelik. Yuradi, yuradi. Do'stlar. Bo'ldi qotdi mashina do'stlar. Undan ko'ra bilan mashinasiga tegmaymiz. Hop, bu yerga o'tishimiz kerak. Chunki bizni boss chaqirgan, endi meni bossim boshqa do'stlar. Hop. Assalomu alaykum boss. Va alaykum assalom. Bak, buncha kech qolding. Michalatdan nima yuribsan, ey? Yo'q, endi salkan chaqirib kelyapman-da, boss. Bunga qarab o'tirsam bo'ladimi? Counter Strike o'ynayapsizmi? Counter Strike'ni o'zi o'ynaysan, men yosh bo'laman senga. Bo'ldi, hazillashdim. Nima qilish kerak, boss? Politsiya uchastkasini yo'q qilasan. O'zim ishlagan joyni? Albatta, axir seni ular haydashdi. Sen Zato yo'q. Hop, hop. Do'stlar, bitta mashinani minib ketaver. bitta mashina minib ketaver dedi. Men albatta buni minib ko'rmoqchiman. Buga chiqib ham olmayapti do'stlar. Minishmish. Chiqib ham olmayapti. Do'stlar, bu juda tez.
bu men uchun juda tez. O'zimni ko'k buzilayotgan mashina bundan ming chandon yaxshi do'stlar. O'zimni ko'k mashinam yetmaydi do'stlar. O'zimning ko'kkina Jigulichamga. Albatta bu mashina ham yaxshi, bu ham Jiguli, lekin menimcha zo'r emas. Xo'p, o'zimniki o'zimga tan, o'zimniki do'stlar. Xo'p. Burada qaytib oldik do'stlar. Endi politsiya uchastkasini yo'q qilish uchun albatta birinchi o'rinda uyga boramiz. Uyga borib turib reja tuzamiz do'stlar. O'zimiz reja ham tayyor. Hop. Uyimga chiqamiz do'stlar. Ishni yapamiz. Hop, uyimga kiramiz. Biz bu yerdan o'zimizga barcha kerakli narsalarni olamiz do'stlar. Shot, guns, miltiqchi. Yaxshi do'stlar. Endi keyin biza o'sha yerni yo'q qilgani ketamiz do'stlar. Albatta bizga qarshi chiqishadi yoki qarshi chiqishmaydi, buni biz bilmaymiz. Lekin sekin borishimiz kerak. Orqadan kirsak uncha odam bilmaydi. Xo'p. Invertalga o'tib ketdim. Hop! Oyog'im mashinaga o'tirib oldim. Tompachoq bo'ldi lekin. Hech kim yo'qmi? Bu yerni odamlar hali beri kelmaydi. Buni xonasiga kirib, kamerani buzib qo'yamiz. Hop. Bo'ldi, kamerani buzib qo'ydim. Endi ochchi. Svetof qo'yamiz, mayli. Hop, bu yerga sekin. Sobiq ishchi, qalaysan? Yaxshi, o'zingchi. O'yinga qurolim uchun politsiya uchastkasi. O'latdi. Bu yerda o'g'irlik, qo'lingdan narsani tashla. Aytdim-ku, sizlar qimirlamasangiz sizlarga tegmayman. Xo'p. Siz ham qimirlamang. Bo'sni ham otib tashladim, mayli o'lib ketaversin. Xo'p, endi bu yerda o'g'irlik. Xo'p, qarshilik ko'rsatyapti. Yaxshi. Sizlar bugundan e'tiboran ozodsizlar. Ketdik, meni shumqorlarim. Xo'p do'stlar, ana endi biz bugungi missiyani tugatdik va biz bu mashinani olamizda xo'jayingiz o'g'il sifatida yetkazib beramiz. Zadniyga urinmaydigan mashina minadi bular. Mashina olganinggacha sekinligini minam. Bu Lamborghini'da qo'shsa umuman yetolmaydi. Lamborghini. Biz bu yoqdan o'tamiz. Bizning Bosna joyi. Ana endi. Xo'p, kiramizda eshikni yopamiz. Assalomu alaykum boss. Va alaykum assalom. Qalaysan? Ish bitdi. Bo'pti, ish bitgan bo'lsa videoni o'chir. Do'stlar, unda biz o'z videoni o'chirish kerak ekan, chunki muhim ishlar borga o'xshaydi men bilan do'stlar. Bu endi bugundan e'tiboran mening xonam. Xayr do'stlar.